Hiç qo'ldosh yeganmisan? Nima? Sigaret? Yo'q, noto'g'ri tushunyapsiz. Okey. Messi, to'xtagin, tushunmading просто. Manda hamon oldin chekishdan nima Okey. bo'lyapti-yu? Okey, men prosta qizil qo'ldosh yeganmisan deb so'radim. Hozir bir minut. Turqi yoqmayapti menga qarang. Yo'l aka. Aytganmi qiling bo'ling davay, qizil berishishda. Bizdagi o'rimiz bor-ku. Qizil Men bering. nima deyotganini eshitmayapman. Cho'chini o'chirib Jimtir. olgani qarang. Messi choyxonaga bormaganman, sigaretimni yotsang bo'ldi-ku. Unaqa. Urishmalaring uyat bo'ladi-ya. Короче, bitta narsani aytaman. Bu yerda bizdan ham katta o'tiribdi anta. Tushundingmi? Aka, Hasan aka, sen meni unut. Tatardi ham uyi kuysin. Rahmat senga jo'ra. Xudodan top. Bitta narsada o'zi qiyib qizil bo'lib kiyinib olgan qizarayotgan odamga men qizil bera olmayman. Messi to'g'ri tushunding, bratishka. To'g'ri tushundim, men shapaloqlar bir ag'darib qo'yaman bo'lmasa. Bor bo'lsa antaga bilan gaplashib kel. Gaplashganman-ku. Balki soqqasini kamroq bergandirsan. Yomon qizil parvar ekansiz.